Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. O'tgan videoda aynan elektronli tonometrni obzor qilib bergandim, ko'rsatib berdim. Hozir esa uning qanday ishlashini ko'ramiz. Xo'p, qo'lingizni bering. Ochib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu pasta bo'ladi. Xo'p. Har doimgi joyiga kirgizib olamiz. Kirgizgandan so'ng 1 yoki 2 barmoq joy qolishi kerak. Mana yopib oldik. Mana ko'rib turibsiz. Yoqib olamiz. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. 40 soniyada natijani ko'rsatadi. Mana avtomatik o'zi shishiryapti. Juda ham oson, bemalol o'zingiz ham aynan tonometr, mana shu tonometr orqali qon bosimingizni o'lchashingiz mumkin. Error. Mistake. Please measure again. Your blood pressure is systolic pressure 118 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 69 millimeter of mercury pillar. Ko'rib turganingizdek, apparat o'zi per minute. Your blood pressure is normal. Ko'rib turganingizdek, apparatning o'zi ingliz tilida aytib beryapti bizdagi qon bosimi necha ekanligi va mana ko'rib turganingizdek date yuqorida sana, undan keyin sistolik qon bosimi va diastolik qon bosimi bemorning pulsini ko'rsatib o'tiribdi. 1 daqiqada nechta ekanligi va bu juda ham oson. Sizlarga ham olishingizni tavsiya qilaman.